bir-iki atna ilgirek oldu bizning respublikada faoliyat bo'yicha Oqtanish rayon sentrida o'tkazildi. Bunda endi bizning komanda men как trener bo'lib bordim. Ularni iki qiz, iki yigit bizning. Ул endi тренерsiz никак невозможно deb aytira kerak, потому что unda троеборьеда stoy otarga kerak, 100 возможностьтан 10 martaba. Ondan so'ng 1 kilometrni qizlarga yugurga kerak, yigitlarga 2 kilometr yugurga kerak. Ondan so'ng men aytam, turnikda bizning nelarga, yigitlarga men aytam, tortilirga kerak. Qizlarga отжиматься etarga kerak men aytam. Mana shunday turli nidagi funksiyadagi men aytam, соревнованиялыкта mana respublikada bek yaxshi biz ko'p yillar chempion bo'lib qoldik men aytam. Не только respublika, biz Rossiyada даже komanda bilan da выиграть etgan yillar bo'ldi. Hozir endi tag'i mana shu poliatlonni возобновить etarga jiynalar respublikada. Shuning uchun bizning komanda bo'larga tegish, нормальный funksiyalarni bo'larga tegish, тем более тренироваться etarga kerak. Именно ot o'tiri, значит, bek oqsiy. Shuning uchun качественный винтовкалар kerak men aytam. Qishki sezonda u endi bo'larga tegish, zimniy poliatlonda уже лыжный гонка bo'larga tegish 5-10 kilometrga. Shuni otuv turnikda tortiluv тоже так же. Bizning yigitlar bilan turnikda почти ikkisida 25-30 tortildilar. Ul endi средний deb aytib bo'la. Qizlar более-менее слабоваты bo'ldilar. Ular 25 marta отжиматься etdilar men aytam. Стрельбада endi 100 возможностьтан oldi birisi 40 ochko, ikkinchisi 45 ochko oldi. Тоже считается birinchi martaba bo'lganlikdan o'ylayman нормально. Biz endi respublikada ikkinchi o'rinni oldik. Aytasi kelar, bu komandani нормально deb тренироваться etarga kerak. Какое-то внимание hozir endi men endi o'ylayimcha hozir mana qishqa tikli bizning hozir возможность bor лыжи rollarda yugurga 5 kilometrni shuni ottirga kerak turnikda tortildirga kerak. Троеборье, значит, hozir danuk уже прикидка yasarga kerak. Ул всегда помогает, потому что когда прикидки ясыйсың, значит, какие недостатки бар, бөтенесен устранять можно заранее, короче говоря. Mana shunday planlar bor. Uni, значит, turmushga oshirga kerak.